mehmonni izzat haqida bir narsa aytib beraman. Biz bu joyda Allohning uyiga mehmonmiz. Bir fosiq odam bor ekan. Ilgarigi vaqtlarda fosiq odamlar mahallada tirikchilik qila olmas ekan. Mahalla ittifoq bo'lib, sen bizga xalaqit beryapsan. Seni sababingdan bu joyga bir balo kelmasin chiqib ket der ekan. Chiqarib yuborar ekan. Bir odamni chiqarishib boribdi. Haligi bir vayronaga borib yashay boshlabdi. Haligi joyda ham o'sha ishini qilar ekan. Shu joydagilar ham yomon ko'rib yurib, haligi yerda o'lib qopti. O'lgandan keyin bir odam buni tirigi nima edi-yu, o'ligi nima? Bir chekkaga borib ko'mib kerak debdi-da, tuyasi yuklab olib ketyapsa, bir odam yo'lda chiqib, "Qayerga ketyapsan?" Bu juda bir xalq bezgan odam. Shunaqa bo'ldi, o'lib qoldi, bir chekkaga ko'mib kelay yo bir tashab kelay debdi. Bu aytibdiki, musulmonni tepasida vazifasi bor. Uni yuvsin, kafanlasin, janozasini o'qisin, ko'msin. Menga yordam ber, shu ishni qilaylik debdi. Shu ishni qilishibdi. Qilgandan keyin mana tuyakash buni qabr tepasida tashab ketibdi. Qabr tepasida bir narsalar deyotganmish. Tush ko'ribdi. Tushida Alloh taolo bu odamni bir ikrom qilganimish. Mana buni gapi sabab bo'lganimish. Qaytib kelib deyapsan, "Ey birodar, sen nima deding? Nima dedingki Alloh taolo seni gapingga qilib bunga yaxshi muomala qildi?" Men aytdimki, "Ay Robbim, menga mehmon keldi. Bu o'lik keldi. Agar tirik kelganda men bunga tuya so'yardim. Bu o'lik kelib qoldi. Men buni pokiza qilib yuvdim. O'zimga olib qo'ygan yangi kiyimim bor edi, kiydirdim. Ko'rdingizmi? Men senga mehmon olib keldim. Sen mehmonni izzatiga buyurgansan. Ey Robbim, sen buni avf et. Mehmoningni xorlama." Ko'rdingizmi? Duoni qarang. Alloh taolo men uyaldim bundan dermish. Men buni avf etdim. Odamlar yomonligidan bezib bu bilan gaplashmay yurgan odamni Allohga mehmon deb qo'yganiga Xudo avf etib yuboribdi. Ey Allohning mehmonlari, Alloh bizdan